Shuning uchun biz endi ishlashga rozi bo'lishyapti. Oyijonlar, qaranglar, doktor Zulayho klinikasidagi uzistlarni boshqa uzistlardan farqi shundaki, bular faqat homiladorlik bilan shug'ullanganlar. Boshqa tekshiruvlar qilib, keyin homiladorlikka o'tgan emas. Mana 8-10 yillik stajga ega mutaxassislarimiz. Endi Mardon opamlar 20 yildan oshiq. Qaranglar, faqat homiladorlik ko'rganlar. Ikkinchidan, ular ham akusher ginekolog, ham uzistlar. Tushundinglarmi? Endi muammo bilan kelsanglar, tochkasini topib beradilar. Muammolarni hal qilib beradilar. Eng zo'r narsa bilasizlarmi nima? Mana ko'pchiliklar Zulayho opa mazam bo'lmay qoldi, raddomga bordik, uzi yo'q ekan raddomda, biz sarson bo'lib qoldik, uzi qidirib bordik, keyin topgan uzimiz bizga yoqmadi deysizlar. Ana endi bemalol kelaverasizlar. Oyijonlar, soat 2dami, 3dami, kechasi 10dami farqi yo'q. Shundaylar, eshigimizda 24 soat. Homiladorlar, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Patsientlar rosa ham ko'pligi uchun video qo'ya olmadim. Sizlarga shunaqa zo'r yangiligim bor. Qaranglar. Ulardan birinchisi 1-dekabrdan yo'q, 2-dekabrdan 4-dekabrgacha 2-3 kun polniy jonli navbat. Klinikaga kelaverasizlar. Zapislar olmaganman. Umuman zapislar yo'q. Jonli navbatni bosamiz. Ko'ramiz hammasini. Tushundinglar? Qizlar dabdalaylar chiqadi. Keyingi yana sizlarga zo'r xabarim. Inshaalloh 1-dekabrdan doktor Zulayho klinikasi 24 soatlik ishga tushyapti. Zo'rmi? Qaranglar. Yana oddiy uzistlar emas ular. Biz ularga ko'proq pul to'layapmiz. O'shaning uchun yaxshi mutaxassislar, chunki yaxshi mutaxassislar kechasi ishlamaydi-ku. Lekin ularga ko'proq pul to'layotganimiz uchun bizda